Farg'onalik qiz bir kunda qancha rasxod qiladi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, men hammasini hisoblab beraman. Ertalab uyimdan klinikaga kelish menga 9000 so'm bo'ldi. Keyin o'zimga kerakli vrachni oldiga konsultatsiyaga kirdim. Bu menga 100 ming so'mga tushdi. Bugun avtomaktab proyektimda syomkam bordi va syomkaga kech qolib, shoshilib yetib keldim. Agarda siz Brand Face ambassadorlikka qiziqsangiz, lekin nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki men o'zim uchun shogird qidiryapman. Undan keyin ko'pchilik qo'rqadigan joy imtihon markaziga bordik. To'g'risi bugun havo salqinligi uchun syomkalarda umuman qiynalmadim. Keyin esa muhtasham Marg'ilon shahriga kadrlarni olish uchun yo'l oldik. Syomka vaqtida o'zim ham qiziqib testlarni ishlab ko'rdim. Bu qiz umuman ovqatlanmasdan ishlayapti deb o'ylamanglar, chunki obed bizda avtomaktab hisobidan bo'ldi. Shu ko'rib turgan joylar bizning syomka uchun oxirgi lokatsiyamiz bo'ldi. Hamma videolar olingandan keyin Farg'ona shahriga zakazlarimni chiqarishga yo'l oldim. Uyimdan pochtaga taksi 13 ming so'm bo'ldi. Magazinimdagi hamma zakazlarni o'z egasiga chiqarganimdan keyin o'zimni xursand qilish uchun korzinkaga kirib, o'zim xohlagan narsalarni sotib oldim. Shu desanglar, sotib olgan narsalarim ham naqd 94 ming so'm bo'ldi. Jami rasxodim qancha bo'lganini va siz bugun qancha ishlatganingizni kommentariyaga yozib, menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.